Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlar dasturi yana sizning e'tiboringiz markazida. Kanalimizda bizni kuzatib boring va obuna va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Toshkentda 3 ballik zilzila sodir bo'ldi. Toshkent shahri va viloyatida bugun 12-mart kuni soat 6:16 da 3 ballik zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. Zilzila epitsentri Toshkent viloyati Toshkent tumanida joylashgan. Zilzila koordinatalari 41 gradus shimoliy kenglik, 69 gradus sharqiy uzunlik, magnituda 3,6, chuqurlik 10 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 19 km shimoliy g'arbda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Toshkent tumanida 3 ball, Olmazor tumanida 3 ball, Shayxontohur tumanida 2-3 ball, Uchtepa tumanida 2-3 ball, Chilonzor tumanida 2-3 ball, Mirzo Ulug'bek tumanida 2-3 ball, Yakkasaroy tumanida 2-3 ball, Mirobod tumanida 2 ball, Toshkent shahrida 2 ball, Zangiota tumanida 2 ball, Yashnobod tumanida 2 ball, Sergeli tumanida 2 ball, Bektemir tumanida 2 ball, Yangihayot tumanida 2 ball va Qibray tumanida 2 ball. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.